Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-yanvar haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzilini avvalo eslatib o'tamiz. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Ertalab 6 da bozor boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Bular narxi necha pul aka? 75 ming beryapmiz. Bularning narxi 75 ming so'm ekan, pachkaga. Ha. Donagachi. Donaga kelib olsa beraveramiz. Donaga ham shuni anaqa qilib berishaverar ekan. Razmeri qanaqa bo'lyapti buni? Razmeri 3 tali, 48, 50, 52. 48, 50, 52 razmer ekan. Sal o'tib turingda, o'zim ham o'tay. Materiali bambuk. Bambuk, ha. Bularchi? Bular ham shunaqa narx. Mana shikolatran ekan bular. Bularning ham narxi shu ekan. 75 ming so'm, dona pachka narxi. Razmeri ham shunaqa 3 tali. Mana. Bu tomonlarchi? Bu tomonlarimiz ham 75 mingdan. Bular ham 75 ming so'mdan ekan. Donaga, pachkaga narxi bir xil. Razmeri? Razmeri shu 48, 50, 52. 48, 50, 52 ekan razmeri. Telefon nomeringiz necha aka? 90lik, 90lik 150, 150 92 00. 92 00 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu kishi xizmatda, xudo xolasa. Buni ishtonchalar ham sotiladi. Necha pul bu? 5 mingdan beri. 5 ming so'mdan ekan. Eng kami mana bir baylam. Ichida 10 tami? 10 ta ichida. 50 ming so'm, ha? Hı. Yaxshi, telefon qilaverasizlar.